Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun bir ishtirokchimizning savollariga javob berib o'tmoqchiman. Inshaalloh Alloh qodir qilgancha. Ishtirokchimiz savollari shundan iboratki, hayotda tushkunlikka tushib qolganman. Miyamda butun atrofimdagi odamlarning gapi aylanib yuradi. Bundan qanday qutulish mumkin degan savol ekan. Hop. Hayotda insonni tushkunlikka tushib qolishining asosiy sabablaridan biri bu inson o'zini kun bo'yi boshqara olmaslik sababidan yoki o'zini nazorat qila olmasligidan yoki ilmsizlikdan hamda o'tmishidagi holatda saqlab kelayotgan ichki qo'rquvlari sabab bo'lishi mumkin. Qisqa qilib aytganda, hamma narsani ilmi bo'lgani kabi, buni ham o'ziga yarasha ilmi bor. Buni o'rganish, izlanish kerak bo'ladi. Ilmi shundan iboratki, masalan, sizdagi tushkunlik deylik, bunda o'zingizga savol berish orqali boshlanadi. Misol uchun, qanaqa savol beriladi deganda, men nima uchun tushkunlikka tushyapman? O'rganishga kirish kerak. Aqlni yurgizish kerak. Miyani ishga solib, yechimini topishga fokusni, ya'ni diqqatni qaratish kerak bo'ladi. Yechimini topishga qaratganda inson oldin o'zini ichidagi xotirjamligini birinchi navbatda ta'minlab olmasa, undagi miya stress holatida aniq yechimini bera olmaydi. Agar stress holatida bo'lsa, chunki bu holatda aql bloklanadi. Shuning uchun oldin ichki xotirjamlikni ta'minlab olgandagina miya o'z yechimini bera oladi. Agar miyani qanday ishlatishni bilmasa, unda miyani ishlatishni o'rgatadigan ilmini o'rganish kerak bo'ladi. Albatta bunda ko'pchilikni dangasaliga tutadi. Ya'ni o'rganishga bo'lgan ishtiyoq yo'qligi sabab dangasalik qayerdan keladi? Qayerdan kelib chiqadi? Nafsdan keladi. Nafs aynan mana shunaqa vaziyatda ishga kirishadi. Inson aqlini ishlatishga anaqasi bo'lmagani uchun, ya'ni qanaqa qilib ishlatishni bilmagandan keyin nafsiga quloq solib qo'yganini sezmay qoladi. Nafs esa aynan miya orqali foydalanadi. Shuning uchun ko'pchilikda bo'layotgan tushkunlik, yoqimsiz vaziyatlar va holatlar bekorga bo'lmaydi. Dunyoda tasodif degan narsa yo'q. Har bir bo'layotgan holat va vaziyatlar oldingi kunlarning hisobidan kelib chiqib bo'ladi. Ya'ni yuzaga keladi. Ya'ni kechagi o'tkazgan kuningiz bugunni beradi. Bugungi kun esa ertani ko'rsatadi. Har bir kunni o'z rejasi bo'lgani kabi natijasi ham bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqdi, har kun vaqt yo'qotmagan holda o'zimizni ustimizda ishlab, o'zimizni o'rganishga diqqatimizni qaratdik va o'z kunimizni nazorat qilib bordik. Ana shunda bizda kunimizda ijobiy o'zgarishlar bo'la boshlaydi. Misol uchun, kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi, doim ichki xotirjamlik, haqiqiy sakinat paydo bo'ladi va shu yo'lda ketishing, mana shu bir tekis ishlab ketishingizda yo'llaringizdagi yorug'likni ko'ra boshlaysiz. Har bir paydo bo'lgan muammo bekorga sodir bo'lmaydi. Shu oldingi holatdan kelib chiqib sodir bo'ladi. Aslida o'zi dunyoda muammo degan narsa yo'q, imkoniyatlar bor. Faqat bu imkoniyatlarni ko'ra olmayotganimizning sababi mana shu miyamizni yaxshi ishlatishni bilmaganimizdan va miyaga cheklovlarni qo'yib tashlaganimiz uchun. Cheklovlar sabab o'zim yo'limizni yopib qo'yganimizdandir. O'shaning uchun shu cheklov barcha munosabatlarga oz bo'lsa ham o'z ta'sirini ko'rsatib turadi. Ya'ni nima deganda, oilada bo'ladimi, ishda bo'ladimi, pulda va boshqa narsalarda o'z ta'sirini, ya'ni salbiy tomondan ta'sirini ko'rsatib turadi. Shuning uchun inson doimo o'zini nazorat qilib borish kerak va nafsini o'rganishga harakat qilish kerak. Alloh taolo nafsini tanigan bandam meni topadi deb bekorga aytmagan. Shuning uchun sizdagi bo'layotgan tushkunlikmi yoki o'zini yomon his qilishmi, farqi yo'q, hamma yomon illatlar o'zidagi insonni g'azablanish bo'ladimi, injiqlanish bo'ladimi, nimalar bo'lishidan qat'iy nazar oldingi kuningizni qanaqa o'tganiga qarang. Keyin hisob-kitob qiling, kechga borib o'rganib chiqib.
undagi xatoni topib, o'sha xatoni yuvish uchun ertangi rejaga 2 baravarroq qilib, kunni yaxshi o'tkazishga harakat qiling. Ana shunda sizdagi ichki holatda sakinat paydo bo'ladi. Bu javobim barcha eshitayotganlar uchun manfaatli bo'ldi deb umid qilaman. Agar sizda ham shunga o'xshash mavzuda savol bo'lsa, kommentariyda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'ling.